Mana ishimni ham tugatib oldim. Namuncha kechib bo'lib ketdi. Umuman qaraylik ko'chani, уже quyosh botyapti. Hammasidan do'stlar, men otim Kompot, yeyjam yaxshi kelibsizlar do'stlar. Mana qaraylar. Men bugun hozir bozorga chiqib kelmoqchi edim. Boyida ertalab chiqib kelmoqchi edim. Hozir endi chiqaman, chunki ishlarim mana juda ham ko'payib ketdi. O'shaning uchun endi chiqaman. Qishloqlarni erta 3-4 ta narsa olib chiqishdi. Uydan eski narsalar sotishayotgan ekan. Men izumidlarim bor, o'shaning uchun narsalar sotmoqchiman. Agar menga to'g'ri kelsa, qolib turishganmikin, qani turishgan ekan. Qani ko'rlik, qanaqa narsalar bor ekan. Salom qishloqqa. Salom Kompot. Mana o'yga kelyapti. Hozir ko'rib chiqaychi, nimalar bor ekan, o'zi har xil narsalar bor ekan rostdan ham. To'xtab tur, Mametda qaychi bor ekan, Mametda, Mametda tangalar bor ekan, oltin qanaqa bu tangalar? Bu eski tangalar Kompot, prosta uyda saqlash, ishtimi sota olmaysan bunga. Qancha turar ekan bu? 3 ta so'rot hammasi Kompot. Bo'ldi 1, 2, 3 mana senga bo'ldi tangalarim, avvalama oltin tangalarim juda ham chiroyli ekan. Bo'ldi, rahmat sen kattakon. U tikib mashinasi bor ekan, lekin tikishni bilmayman. O'z yo'q rangli qishloqqa salom, sen nima sotasan? Mana Kompot, menga senga yoqadigan narsa kamera bor bu yerda. Eski kamera, saxir blogersan-ku. Eski kamera qancha turar ekan endi bu? 10 ta izumrud Kompot. Voy, u 10 ta izumrud, 500 so'm qilib berib ketdi. 6 ber Kompot sotaman senga. Olsam qimmat mayli, mana senga 6 izumrud 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mana bo'ldi, o'zimga kamerani oldim. Bo'ldi Kompot, yana kelib turgan. Bo'ldi, kelaman. Jigarangning qishloqqa salom. Salom Kompot, mana ro'yi kelyapti. Mana kalavar bor, juda ham zo'r. Mana gullar bor, mana soqot bor, juda ham zo'r bo'ldi. Ham kitoblar. Yo'q, gul olib kelish kerak, to'g'ri, gul olishim kerak edi bezatish uchun uyimman. Mameta kilovatt bor ekan, ko'p kilovatt. Kompot, ko'p kilovatt, juda ham yumshoq. Kecha oldim, juda ham zo'r ekan Kompot, uxlab qolmadim haligan. Shunaqa degan, hozir bo'lmasa rosa ramash kilovatt bilan menga gul bergan. To'xta bir pas. Voy, mazza yumshoq ekan. Kilovatt bilan gul nechta pul bo'ladi? 10 ta izumrud Kompot. Voy, bu 10 ta izumrud, mayli, men gul o'zi 3 ta izumrud. Kilovatt ham kerak demayli. Mana senga 10 ta izumrud hozir sanab beraman. Kilovatt qimmat degan, lekin mayli, menga farqi yo'q, chunki menga kerak. Chunki o'zim kilovattni eskirib ketdi, uxlash muncha zo'r emas. Shuning uchun hozir senga 10 ta izumrud qilib beraman. Mana bo'ldi, 10 ta izumrud senga avval. Bo'ldi Kompot, tabriklayman seni. Bo'ldi, jigaring qishloqqa rahmat sen kattakon. Bo'ldi, endi men uyga ketaman. Hammaga rahmat, bozor zo'r bo'ldi. Senga 10 ta izumrudni berdim, bo'ldi. Hammaga xayr, men ketdim. Mazza qilib uyda dam olish uchun. Do'stlar, men qaraylar, izumrudlarim bor edi, endi izumrudlarim qolmadi. O'zingiz ko'rasizlar, bozorga chiqish nimalar bo'lar ekan. Endi hozir narsalar ko'ramiz. Men qaraylar, yo'qsan ham quyosh botyapti, uxlash kerak. Shuning uchun men tangga qo'yib qo'yaman. Bu yoqda video tangalarni taringga qo'yib qo'yaman. Ko'zimni qarab turadi, tanga, tillali tangalar, oltinli tanga. Izumrudlarni ham qo'yib qo'yaman. Gul qilib qo'ysammikin, bu yoqqamikin, bo'lmasa mana shu qo'yib qo'yaman. Mana qaraylar, juda ham zo'r bo'ldi, qo'rqar. Ana bo'ldi. Endi kilovattimni ham alishtiraman. Ko'k ob-havo rangli kilovat, olmosga o'xshagan narsalar. Lekin bu prosta bo'yalgan kilovat. Shuning uchun bu yoqqamdan qo'yib qo'yaman. Mazza qilib uxlashga yotsam ham bo'ladi. Bo'pti do'stlar, men kamerani ko'rib ko'rgich nima? Nimaga bu kamera ishlamayapti? Qani siyoh rangli qishloqqa sotorganini qaraylik, menga qani chiqib ko'rlik, siyoh rangli qishloqqa nimaga menga shunaqa narsa sotadi? Do'stlar, kech bo'lib qolibdi, uyga ketgandir, ancha bo'ldi. Rostdan ham uyga ketibdi. Bo'pti, mana shu turda qarab tursin. Erta kelaman, u kamera singan ekan. Nimaga men 6 izumrud to'g'radim bunga? Ana bo'ldi, mayli, menga farqi ertaga chiqin, mayli qilaman. Svetda uchiramiz chironi, uxlashga yotamiz. Hammaga xayr do'stlar, Kompot uxlashga ketyapti. Yaxshi yotib turinglar sizlar ham. Voy, mazza ekan, mazza. Yaxshi hamki mana shu kilovatni o'zi. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videongizga like bosing.
va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Voy, mazza qilib uxladim, mazza ekan. Nima bo'ldi? Tushunmadim. Nimaga anglashib qoldim? Nimaga qo'rqib qoldim? Tushunmadim. Nima bo'ldi o'zi bo'ldi? Qanaqa qilib qalishib qoldi? Nima bo'yalib qoldi? Kelyapti, nima g'ala deganda bo'yalib qolibdi. Kiyimim ko'p kiyimimni qaranglar. Tushunmadim, ening daringni bo'lyapti endi. Olmaslar? Tushunmadim, qanaqa shuncha olmas? Voy, mamnun qaranglar, endi shuncha olmas paydo qoldi. Nima uchun men o'g'irlik qildim o'yinga? Qanaqa o'g'irlik qilgan bo'lsa, amazda tashab ketdim meni uyimga. Skinim rangi ham almashib qoldi desam, rusgazim olmasin bu. Rusgazim olmas ekan, skinim rangi almashibdi, olmasin bo'lib qopti skinim. To'xtaylik do'stlar, qanaqa qilmasam qolishi mumkin. Qaranglar, nechta stak yotibdi mana qaranglar. Вообще ko'p olmasim yotibdi, qancha stak. Indarimni olmaslikdan qo'ra boshqa narsalar ham bor. Qanaqa bo'lishi mumkin? Do'stlar, men kelavat qildim ekan mana. To'xtaylik, rostdan mana kelavatda uxladim, men olmasam bo'lib qoldim. Virusdagi olmasam, hamma narsalar olmasam bo'lib qoldi indarimda. Shuncha olmasi, men qaranglar, zo'r kelavat ekan. Olmasda olmalar rostdan ham effektli beradi. Yaxshilanki shu kelavat sotaman, o'zim mana qaranglar, butun uyimni olmasni qilsam bo'ladi degani bu. Ikkita olmasni kirkan, muncha zo'r axir bu. Uyimga taqimcha borgan ham, qanita qo'yilchi, nima deb yozilgan, bo'ch deb yozilgan. Nima degani endi u bo'lmadi, lekin menga yo'q ketdi. Qani jigaring qishoqdan sota oldim qo'shimdan. Balkim u bilan nimaga olmas bo'lib qo'yganimman. Qani uyga chiqib qo'ychi rostdan, chunki shuncha olmas bo'lishi mas kelavatda uxladim, olmas bo'lib qoldim. Shuncha indarimda olmaslar paydo bo'lib qoldi. Men qaraydim, shu kelavatdan bo'ldi. Endi o'zidan o'zimga bo'lib qolmaydi, shu kelavatdan bo'ldi. Chunki olmasni yo'qishgan kelavat sizlarga aytdim-ku axir, olmasni eshik bor ekan bunaqa. Qani olmasni eshik men qaraylar bo'ldi. Men uyimni olmasni qilib ko'rsam bo'ladi-ku axir. Hamma narsani olmasni qilsam bo'ladi. Imametta pechka verstaklarni hammasini olmasni qilsam bo'ladi. Pechka ham bor, olmasni, verstak ham olmasni bor, bloklar ham olmasni bor, uyim olmasni qilish uchun bo'ldi chotki. Men pechkalarni ham olmasni qilib qo'ya olaman. Hozir butun uyimni olmasni qilib chiqaman-ku axir. Eng qimmat juda ham zo'r uyim menda bo'ladi. Xo'shimga chiqib ko'ringlar, qani nima der ekan bunga. Mana mashina oldim, jigaring qishoqdan qani chiqib ko'ringlar, rostdan mashinaga sotuvdi. Kirsam bo'ladimi? Kapot kirur. Salom qishoq. Kapot chalmasni bo'lib qoldim. Shuni olmasni bo'lib qoldim. Nesam bilmasam, nega olmasni bo'lib qo'yanimmi? Qattiq kapotga olmasni bo'lib qo'ygan edi. Kecha menga kelavat sotuvding-ku. Sotuvdim. Tekshirib ko'rmadim, o'zi uxlab ko'rmadim. Yo'q, o'ziga anaqa sariq kelavat oldim deb tekshirib ko'rmadim. Bo'lmasam bo'pti. Nima tushunmadim, kapot bu to'xtaydi hozir. Yo'q, u shaxtalarni topdim, olmaslarni. Do'stlar, men qaranglar bilib qolishiga ozgincha qoldi ham. Shaxtadan oldim, dordim, shuncha olmaslarni mana shu kelavatda uxladim, o'zim olmasni bo'lib qoldim. Chunki bu kelavatda o'zi uxlamagan ekan, o'zi sariq kelavat olgan ekan. Bo'lmasam boshlaymiz uyimni qurishni, uyimni olmasni qilishni. Davay boshlaymiz. Zerikali bo'lmasdan videoni o'tkazaman. Mana bo'ldi do'stlar, xo'jalik ishni qilyaptim. Lekin hali hammasini qilganim yo'q. Hammasini hozir olmasni qilib chiqaman axir. Davay qishloq qochib turib mana olmaslarimga tegmagansan. Men qaranglar, hozir ishotlarni ham olmasni qilaman. Deyarli tayyor bo'ldi. Men do'stlarni ham alishtirsam, tepadagi pultlarni ham alishtirsam bo'ldi. Mana men alshtiraman olmasniga. Bo'ldi. Uyim 100% olmasni bo'ladi. Eng olmasni uyimda bo'ldi o'zi. Ana bo'ldi, tayyor bo'ldi. Men qaranglar, hammasi olmasni bo'lib qoldi meni uyimda. Lekin ichida hali xosligi ko'rsaman. Ichida ham olmasni, lekin men narsa bilan imamni sandiq faqat olmasni emas. Mayli farqi yo'q. Hamma narsa olmasni bo'lsa ham ko'zga chiroyli ko'rinib ketar ekan. Bo'pti do'stlar, bo'lmasam juda ham zo'r bo'ldi. Hamma yo'q olmasni bo'lib qoldi. Eng olmasi umuman bitta nakovalni qo'yish esimdan chiqib qopti. Nakovalni qo'yaman. Sal singan farqi bor. Mana shuncha olmasi bor, tuzatib olaman kerak bo'lsa menga. Bo'pti do'stlar, imometta olmali ham juda ham zo'r bo'ldi. Hammasi eng olmasi, eng qimmat uy menda bo'ldi. Endi skinim ham qaranglar, olmasning hamma yog'i
Yo'q, bo'lmasam do'stlar, hozir men zavor qilib chiqishim mumkin doma. Shuncha almazlar qilib chiqdim. Hozir almazni bloklarga aylantirib, almazlarni inventamda joy kamroq egallash uchun anaqa zavor qilib qo'ymoqchiman endi. Hech kimning kirmasligi uchun. O'shloqim kapot kerak qaytarib kelyaptimi? Yo'q, men qaytargim kelmayapti. Kelavat juda ham zo'r kelayotgan, rahmat senga. Mana qaranglar. Житель, mayli, bo'lib turasizlar, sizlar bilan hozir xaylashaman. Like bosing, channelni sizdan chiqmasdan, keyingi jonli ko'rishga davom etinglar. Bugun men almaz